Range Rover Autobiography original eksportning mashinamiz tayyor bo'ldi. Oldi glavniy chiroqlari yonadi. Range Rover yozuvigacha bor. Oldi blisovkalarni ko'rasizlar. Land Rover deb yozilgan. Telegram qidiruv tugmasiga haydovchi bolajon so'zini orasini uzmasdan yozing va bizni Telegramdan kuzating. Yozilgan original bu eksport uchun chiqarilgan, asosan Turkiya va Dubayga sotilinadi. Oldi kapotlari ochilinadi. Kapot tagida V8 motor plasmasasi bor. Tagini ochsa yana ham keng bo'ladi, narsalarni sog'asi bo'ladi. Bo'linglar. Oldi kapotlar yopiladi. Juda chiroyli ko'rinishda, balonlari shiroki, yumshoq, rezina balon. Diskasida ham Range Rover yozuvi bor. Orqa balonlarning orqasida katta motor joylashgan. 24 voltli akkumulyator sidenan tagida joylashgan. 100 kg atrofida yuk ko'taradi. Ikkita sidenasi bor. 3 yoshli, 3,5 yoshli ikkita bola sig'adi. Rullari chap tarafda joylashgan, signallari ham bor. O'ng tarafda sensorli ekrani bor. Ekrandan MP3larni ham qo'ysa bo'ladi. Sekin yuradigan va yuqori tezlikda yuradigan knopkalari bor. Korobka передатчиклari. Bu yerdan knopkani yoqadigan bo'lsanglar, pult bilan faqat boshqariladigan qilsa bo'ladi. Faqat pedal bilan boshqariladigan qilib yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Pedali ham bor. Gaz pedali bilan boshqarsa bo'ladi va pult bilan boshqarsa bo'ladi. Rullari o'ngga chapga haydadi. Juda chiroyli ko'rinishda chiqdi shu mashinamizni. Va mashinamizning orqa tarafiga ham e'tibor berasizlar. Juda chiroyli. Buni rasmlarini ham qo'ydik. Eksportning mashinamiz tayyor bo'ldi. Zarafshonga chiqib ketadi. Bundan tashqari kalit bilan yoqilinadi. Ikkita kaliti bor, bitta qo'shimcha kaliti ham bor bu yerda. Kalitni burasanglar, bir marta burasanglar mashinani o'zi yonadi, ikki marta burasanglar sensor ham yonadi. Ovozlari ham bor.